obunachilarimizdan men o'zimga ideal uslubdagi dvoykani topdim. Bu dvoykalarni sizlarga ham tavsiya qilaman. Chunki biz sizlarni sizlar o'ylagandan-da ko'proq yaxshi ko'ramiz. Eng zo'rlarini ilinamiz. Bu variantimiz ham juda chiroyli, hammaga ham yoqadi. Fasonni ko'rasizlar. Bizning obunachilarimiz ko'pchiligi o'rangan ayollar, opa-singillarimiz bo'lishgani uchun ularga yubka varianti juda qulay hisoblanadi. O'shaning uchun bu qulaygina variantlarni olib kelganmiz. Ko'rsizlar, elimga kiyib olgan korishneviy rasvetkasidan yubkalari ham kengina, karmanlari bor modelimizda ustki qismlarini ko'rsanglar, orqalar bilan bemalol yopib turadi. Qo'llari manjitli, oversize fasonda, yoqalari ham yopilgan. Oldi qismlari shunaqangi nejnigina variantda toshlar bilan bezatilgan. Toshlarni ko'rsanglar, hammasi qoqilgan. Qo'l mehnati asosida kir moshinaga solib yursangiz ham sifatini yo'qotmaydi. Mazza qilib bosib kiyaverasizlar. Fasonni ko'rdinglar, mana yaqinroqdan ko'rsatib o'taman. Juda chiroyli, ixchamgina, bo'lib chang olmaydi, oqarmaydi ham. Hammaga ham birdek yoqaveradi. Qaranglar, yubkalari ham kengina, karmani bor, bel qismlari rezinkali variantda. Fasoni juda chiroyli. Bular qulaygina, yengilgina, bitta kiysanglar umuman hech kiyla kelmaydi. Razmerlari esa 50-razmerdan 56-razmergacha, narxlari 320 so'mdan. Oddiylari bilan almashtirmaymiz, tugab ketyapti. Tez ulgurib olish o'zingizga bog'liq. Hammalar magazinda kutib qolamiz. Kelasizlar.